Assalomu alaykum. Abdulaziz Avtobus YouTube kanali obunachilar va juda tutganlar. Bugun sizlar bilan Andijon avtomobil bozoridagi elektromobil narxlarini ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lgan avtomobilimiz BYD Seagull avtomobili. 2023 yil ishlab chiqarilgan. 60,000 kilometr yurgan. Salon holatlari ideal holatda turibdi. Olib minishga tayyor mashina. Narxi 13,5 ming dollar. Ishlaydigan joy bor. Oldi eshigida kosmetikasi bor. Keyingi avtomobilimiz BYD Challenger avtomobili. 2024 yil ishlab chiqarilgan. 37 ming probeg yurgan. 55 ligi bu variantda. Holatlar yaxshi holatda. 37 ming yurgan, narxi 18 ming dollar. Bu birinchi paytda. Birinchi pozitsiyada ekan. Shukr. Keyingi avtomobilimiz bu BYD Ceylon 7 aka bu. Ha, Ceylon degani 25 ga 26 varianti. Eng puli basi. Puli 32 kam bor deyapmiz. 32 ming dollar kam bor. Oq rangda eng full variant ekan. Yangi avtomobil. Pachka holatda turibdi mashina. Ideal holatda. Yangi avtomobil BYD Son Plus. Son Plus qanaqa makam ma'lumotlar? Son Plus bu, ha. 23 37 ming yurgan, 505 talik. Ashi full versiyasi bu. Narxi qancha aka bu? Buni 22 kam bor deyapmiz. 2 ming dollar kam bor. Jalning holatda. O'zbekistonga birinchi kelib kelganda ham zo'r sotilgan, hozirgi kunda ham o'zini yetakchiligini bermay turgan mashinalardan biri hisoblanadi. Yonishlari ideal holatda, salon holatlari ham. Telefon raqamlari 93 kodi bilan 881 44 44 hamda 99 kodi bilan 907 57 79 raqami. Bemalol shu raqamlarga shu mashinalar qiziq bo'lsa murojaat qila olasizlar.